qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bostirib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik, xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda ishlar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini u teshik urib ko'radi, bu teshik urib ko'radi, undan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxirida. Siz Alloh deng, mushkulingizni Alloh kimi qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib beradi, uni kim biladi? Chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi. Qalblar uning marhamatidan umid qiladi. Uning ismini aytib, ko'ngillar taskin topadi, ruhlar orom oladi, asablar tinchlanadi. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgin. Uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishongin. Shunda agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat, ihson keladi Alloh tomonidan. Faqat shunga loyiq bo'lishlik kerak. Ya Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathni